man shuni bildimki, ustoz 365 kun siz bilan birga ekanimdan, mas'uliyatni bo'ynimga olaman, sizdan bilim olaman, a'lochi o'quvchingiz bo'laman. Alhamdulillah, Allohimga shukr, sog'lig'im bor. Mana to'g'ri ovqatlanish mutaxassisman. Mana ertalab 5 kilometr, 6 kilometr yurib uyga kiryapman. Mana sizda bergan darslaringizni eshitib va sizga man bilgan narsalarimni aytib beryapman. Qo'limdan kelgancha hali ko'p ustimda ishlashim kerak va hozirgi kunda o'zimga o'xshagan insonlarga man ham to'g'ri ovqatlanib, sport bilan shug'ullanib, bilim olishligini o'rgatishim kerak ustoz. Sizni yo'lingiz to'g'ri. Mana katta komandangiz bor, havasim keladi. Men ham katta komandaning lider ustozi bo'lishni xohlayman. Alloh nasib aylasin, hammaga omad tilayman.